Niso. Muallif Hafsa. Ovoz beruvchi Anna. 6-qism. Tun bo'lmasa eslanmaydi o'sha og'ushlar. Tun bo'lmasa eslanmaydi shirin xayollar. Davomi qanaqa edi? Hamza bar stoliga peshonasini tiragancha she'r o'qir ekan, Rauf ham u bilan bad barobar mast edi. Ajrashasan, eshitdingmi? Hamza Raufga ta'kidlagancha ikkisi bir-biriga suyanib bardan chiqishar ekan, Rauf o'zini bilmas edi. Hamza unga nisbatan tetik, ikkoviga ham o'zi taksi to'xtatdi. Rauf asli barmenning qo'ng'irog'idan yeyayotgan sushisini ham tashlab Hamzani oldiga kelgandi. Maqsad Hamzani uyiga tashlab qo'yish bo'ldi-yu, atigi 50 grammga aldanib ketidan 50 grammdan qancha ichganini bilmay qoldi. Zinnura va Niso uyga qaytishgan. Zinnura keldi-yu, xonasiga to'g'ri kirib ketdi. Niso endi bu ayolga e'tibor berdi. Qimmat kiyimlar. Eri yonida bo'lmasa-da, ochiq-sochiq kiyimlar. Uyda ham kiyim deb atalishga noloyiq ilma-teshiklar. Nisochi? Hatto Raufni oldida ham iymanibgina uzun-uzun tungi kiyimda uxlaydi. Yo'q, bu Raufdan uyalishdan emas, bu uning tarbiyasiga xos edi. Niso namozni o'qib yakunlanganida soat ancha kech bo'ldi. Ishlarini qildi, dushga kirdi. Ammo hamon Raufdan xabar yo'q edi. Niso endi oynadan qaradiki, taksida qadamlari bejo Rauf tushib keldi. Bu uning ilk ichishi edi. Uf. Rauf qadamlarini bilolmay Nisoga osilib uyga kirdi. Oldinda uzun va ko'p zinalar. Niso bazo'r Raufni olib chiqar ekan, Raufdan kelayotgan qo'lansa hid Nisoni ko'nglini o'sha joyda aynitdi. Rauf yotoqqa yotdi-yu, butun yotoqni o'zi egalladi. Niso oyoq kiyimi hidlangan, paypog'i-yu boshqa narsalarni ohista go'yoki qirollarga xizmat ko'rsatayotgan odamdek Raufga qarasa, bundan Rauf battar avjiga chiqar. Ichgan odam baribir o'zini bilmaydi-da, og'ziga nima kelsa Nisoga aytar edi. Turishingga qara, sen ham ayolmisan? Rauf oyog'ini qizdan tortib oldi. Taxtasan sen, qiyshiq taxta. Na undan borsan va na bundan. Niso indamadi. Umrida ilk bor mast odamni ko'rishi emas edi. Amakisi ba'zan ichar, ammo ichgan kuni ayoli Robiya mazza qilardi. Eri to'plab yashirib yurgan pullarini uni boshidan sochar, Niso ham bunga necha bor guvoh bo'lgandi. Rauf esa unga jirkanib qarar, oxiri pishillab uxlab qolgandi. Niso ham yotoqga joylashdi. Yonida go'yoki odam emas, hayvon uxlayotgandek edi. Niso ko'zini yumdi-yu, uxlolmadi. Oxiri o'rnidan turdi. Soat 2 ga yaqinlashgan. Xona hidlanib ketgandi. Oynalarni havo alishtirish uchun ochdi. Atrofga nazar soldi. Turmush qurganiga endigina 3 oy to'layotgan odam nimadan ichishi mumkin? Niso chiroyli qiz. Sochlari uzun, sutdek oq terisi-yu tarang terisi bor. Har qanday odamni o'ziga jalb qilardi. Ammo Raufchi kundan kunga undan uzoqlashayotgandek edi. Niso endi oynani yopmoqchi bo'ldi-yu, birdaniga ichidan nimadir otilib chiqay dedi. Shoshib hammomga yugurgan qiz unitaziga qaytqila boshladi. Bu paytda Zinnuraning ichi yonar, alamidan uxlolmasdi. Koreyada boy yigitlarni pulini oladigan qiz. Ancha bunchasini katta pulga tushirgan. Asosiy o'ljasi hali ona suti og'zidan ketmagan yigitchalar edi. Ba'zilari Zinnurani deb oilasidan voz kechdi.
Ba'zilari ko'zini oxirgi daqiqalarda ochdi. Rauf esa juda kech qoldi. Hattoki hozir ham ko'zi ko'r edi uni. Zinnura Raufni sevib qoldi. O'zidan 4 yosh kichik bu bolani negadir o'ziga o'xshatdi. O'zidek qaysar va bilgandan qolmaydigan razil odam. Turmush bo'lmadi, ammo orada farzand bo'lish arafasida edi. Zinnura qo'lini qorniga qo'ygancha oz qolganini o'ziga o'zi eslatar ekan, ichida kundojlik urug'lari nish urardi. Tong. Rauf boshi og'rib o'rnidan turdi. Turdi-yu ishga kech qolganini ko'rib, yana boshini yostiqqa tashlab yotib oldi. Kechagi mastligi tarqagan Hamzani alam ustida aytgan so'zlari ham yodiga tushdi. Yaxshiyamki u yoq bu yog'ini mayib qilmabman. Rauf kecha tunda Nisonni do'pposlamaganini eslab shukr qilar ekan, xonaga hech qanday taqillatishlarsiz kirib kelgan Zinnura eshikni qarsillatib yopdi. Rauf o'rnidan sakrab turib ketdi. Nima qilyapsan? Siz nima qilyapsiz o'zi? Zinnura ovozini ko'tardi. Men nima qilibman? Yotibman xolos. Rauf o'zini yostiqqa tashlar ekan, Zinnura qo'liga ilingan narsani ayamay Raufga ota boshladi. Niso, homilador. U homilador ekan. Zinnura homilador jumlasini vishillab aytdi. Rauf bu gapdan esankirab o'rindan sakrab turar ekan, Zinnuraning oldiga borib kechirim so'ray boshladi. Men bilmagandim, ishon bilmagandim. Endi nima qilamiz? Axir hammaga qornimdagi bolani u tug'di deyish uchun unga uylanishingizga rozi bo'ldim-ku. O'zi tug'sin deb emas. Ajrashmoqchi edingiz-ku. Nega bunday qildingiz, Rauf? Shu kundan boshlab hammasi o'zgardi. Zinnura endi Nisoni o'z kundoshidek muomala qila boshladi. Uydagi asabiylik va hali o'zini homiladorligini sezib ulgurmagan Nisoning hayotida og'ir kunlar kirib kela boshladi. Rauf unga befarq, Zinnuraning ketidan dumdek aylana boshladi. Rauf aka, institutga qabul ochilibdi. Niso yotoqda bamayli xotir telefon o'ynayotgan yigitga qarar ekan, Raufning to'ydan avvalgi osmon va'dalari ro'yoga aylanib ulgurgandi. Ochilsa yana yopiladi. Rauf befarqdek gapirdi. O'qishimchi, topshirmoqchiman bu yil. Qiz ikkilangancha gapirar ekan, Rauf javob berishni ep ko'rmadi o'ziga. Zinnura opa dadajon bilan qachon yarashadilar? O'zi yarashmoqchimilar yo? Nisoning gapi bo'lindi. Rauf qaqshatqich nigohlarni unga qaratar ekan, bu nigohlarda rashk tushunchasi yotardi. Dorilaringni ichib uxlasang-chi Niso. Senga aloqador bo'lmagan mavzularda burningni tiqma. Bu ularning ishi. Rauf homiladorligini 2 kun avval bilgan qizga vitamin deya uyqu dorini berdi. Miyasida u seni sevadi deysan, tinchlan deysan, yolg'on deysan, ishonmaysan. Ammo unutma, olov yonmasa tutun qayerda? Homiladorligimda toksikozlar og'ir keldi. Erta homilador bo'lganim uchunmi, homilam 1 oyligida yotoqsirab qoldim. Tez uyqum kelar, ovqatlar yeyolmay faqat ko'nglim aynirdi. To'ydan avvalgi Rauf bilan hozirgi Raufni farqi osmon bilan yerchalik. Kimdir Raufni o'zgartirib qo'ygandek. Osmon va'dalar unutildi. O'qish tugul ko'chani ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Bu orada Zinnura bola tug'ib, bolasini tashlab ishga chiqdi. O'g'il ekan. Ismini Rasuljon qo'yishdi. Zinnura Rauf bilan ishlay boshladi. Bola esa menga qoldirildi. Unga qaray olmasdim. Oshxonaga kirsam mazam qochar, bazo'r sutini qilib berardim.
Kechalari esa o'zim bilan olib yotar. Ba'zan tinmay g'ingshib uxlamasa, qolgan kuni ona suti ichmaganiga qorni og'rib yig'lardi. Zinnura esa bularni hech his qilmas, unga ish bo'lsa bo'ldi edi. Rauf aka, qachon Zinnura opa dadajon bilan yarashadilar? Bola qachon bizdan ketadi? Qaraganingni minnat qilyapsanmi, Niso? Chaqaloqning rizqi onaga qo'shib beriladi deyshadi. Ba'zilar suti kelmay yo bolasi to'ymasa o'zini kechira olmas, yig'lab siqtasa, Zinnurada tayyor bolani rizqi bo'lsa ham men bandman deya nima qilsa qildi. Rauf akaga gapirishning foydasi yo'q. Nahot 4 oyda yuz ko'rmaydigan darajada uzoqlashdik. Qornimdagi bolalari ham xayollarida yo'q. Men o'zi nega bu uyga keldim deb o'ylayman ba'zida. Hammasini bir zum unutib qolaman. Ra'no aybdormi yoki men? Ba'zan to'st tanlashda adashdim. Karomatini esa badali umrim bo'ldi. Xonada o'tirar ekanman, birdaniga Rauf xonaga shoshib kirdi-yu, narsalarini to'plashni boshladi. Tinchlikmi Rauf aka? Rubashkalarini taxlamay ham tiqayotgan erimga qarar ekanman, Rauf meni ko'rib oldimga keldi. Doimgidek qo'pol gapirib, jerkishini kutgandim, ammo o'rniga butkul boshqa narsa ro'y berdi. Jonimning bir bo'lagi, Nisom. Rauf meni quchoqladi. Shu desang 2 haftaga ish bilan Koreyaga ketyapman. Mensiz qo'rqmaysanmi? Xohlasang onangnikiga olib boraman. Rasuljonni esa enagiga tashlab ketamiz. Yo'q, o'zim boraveraman. Yaxshi boring. Qachon uchasiz? Kim bilan ketyapsiz? Bugun bir o'zim albatta. Sen bilan o'sha yerlarni aylanmoqchi edim, ammo homiladorsan. Bolaga nimadir bo'ladi deb cho'chiyapman jonim. Raufning shirin gaplari qulog'imga moydek yoqdi. Qolgan narsalarini o'zim to'plashdim. Shoshib aeroportga ketdi. Aytganidek, bolani olib ketishga bir ayol keldi. Iforiga to'yib bolani berib yubordim. O'zim ham onamnikiga ketish uchun narsalarimni yig'a boshladim-u, ko'zim chirog'i yoqiq Zinnuraning xonasiga tushdi. Kunduzi quyosh ta'sirida chiroq ko'rinmasdi. Hozir aniq ko'rinib turibdi. Qani edi o'sha xonaga o'tmasam. Hovlini u tomoniga o'tmasdim. Baribir ham uyda hech kim yo'q payti yaqinlashib ko'rmasdim. Yoshligimdan biror nimaga tegishni va tegishlarni yomon ko'rgan odam qanday boshqalarning xonasiga tegsin? Xonaga kirdim-u, chiroqni o'chirish uchun qayerda chiroq joylashganini ko'rmoqchi bo'lganimda, ko'zim erim va qo'shtirnoq ichida bo'lsa ham qaynonamning kulib tushgan rasmlariga tushdi. Sekin yerda yotgan rasmni oldim. Yotoqda bunday rasmlarda son mingtasi sochilib yotar. Oyoqlarim qaltirab ketdi. Nahot? Ishongim kelmasdi. Keyingi rasmlar meni esankiratdi. Yotoqda ikkisi yalang tanasi bilan tushgan rasmlaridan titrab ketdim. Demak hammasi o'yin ekan. Ammo nega? Qancha vaqt u yerda o'tirib o'zimni yedim bilmayman. Bomdod azoni meni o'zimga keltirdi. Oynadan aksimga qaradim. Oyog'imda mahsi, egnimda esa bir nimcha. Uchi Zinnura. Eng sovuq havoda ham biror marta etik kiymadi. Doimo taqillaydigan poshnasi-yu feromon atirlardan voz kechmadi. Nahot ko'zim ko'r bo'lsa, boshidan sezsam bo'lmasmidi? Bundan ham yegin, buni ich, senga deb podvaldan olib chiqdi ukang. Robiya Nisoga qaragancha oldiga shirinliklar qo'yar ekan, sal o'tmay laganda osh bilan Xulkar xonim kirib keldi. Oshni hidi uyni tutdi. Hamma kelgan Nisodan xursand bo'lsa, Nisoning chehrasi ochilay demasdi. Ering qani? Olib kirmadingmi uyga? Xulkar opa to'y bo'lgandan beri biror marta kelib so'rashganini ko'rmagan kuyovini mehmon qilishni o'ylar ekan, Nisoning
Ering so'zi qandaydir og'ir eshitildi. O'zi Rauf kimning eri? Kimga erlik qiladi? Tomog'iga achchiq nimadir tiqildi go'yo. Nisoning ko'zlaridan yosh oqar ekan, dasturxondagi hamma jimib qoldi. So'ng Robiya darrov gapni burib, bu sog'inch va homiladorlikda bo'lib turadigan holat dedi-yu, hammani chalg'itdi. Ammo o'zini ichida shubha o'raladi. Ayol kishi besabab yig'lamaydi. 2 hafta ham hash-pash deguncha o'tdi-yu ketdi. Niso ham uyga ketishga hozirlik ko'rar ekan, tashqarida turgan dadasining mashinasiga chiqdi. Chiqdi-yu, ko'zi uzoqda unga qarab turgan Hamzaga tushdi. Inson tug'iladi, yashaydi va vafot etadi. O'zidan yaxshi nom qoldirishga qanchalik urinmasin, befoyda. Na o'zi yaxshilik qiladi va na boshqalarga qildiradi. Bir ma'ruzada eshitgandim. Bunday odamlardan uzoq yurish kerak. Zero qozonga yaqin yursang, qorasi yo'qadi. Hamza atrofiga o'ziga o'xshagan kashandalarni yig'ib olgancha bazmu jamshid qilar ekan, onasi yana telefon qildi. Hozir o'zini shu bilan aldashga urinardi. Ich-ichidan Nisoga bo'lgan istak uni yondirar, qalbini o'rtab yuborar edi. Shu kungacha bo'ladi desa bo'lgan bu Hamza yengilgandek edi go'yo. Axiri bo'lmay telefonini jahl bilan otib yubordi. Miyasida hamon Nisoning nigohi. Eng boshidan xato qilgan o'zim edim. Tan olishni xohlamayman, ammo Niso mening birinchi sevgim bo'ldi. Balki kun kelib ajrashar, Raufdan farzandi ham bo'lar, ammo meni sevgim o'zgarmaydi. Hamza qadahni yana bir bora ko'tarar ekan, o'tmishni esladi. Rauf Hamzaning otasining do'stining o'g'li edi. Ikkisi juda yaqin, aka-ukalardek katta bo'lishgan. Rauf yoshligidan bir ishga nunoq, har doim lallayib og'zidagi oshni oldirar edi. Hamza esa gapga usta, tegirmonga tushsa sog' chiqadigan kuydirgi yigit edi. Balki shuning uchun Hamza uni tanlagandir. Rauf Koreyada o'qidi. 4 yillik o'qishi o'sha yerda 6 yil bo'lib ketdi. Yolg'iz otasi chaqirsa kelmas. Nuqul allam balo bahonalar bilan o'sha yerda ko'rpa to'shaq qilgan yigit ha desa kelmasdi. Axiri Ramiz aka borib o'g'lini olib kelmoqchi bo'ldi-yu, o'qiyapti, ishlayapti-ku degan o'g'lini ahvolini ko'rib, ming la'natlar aytdi ichida. O'g'lini o'zidan katta ayol bilan yurib bu uyda yashar, otasining ko'ziga bezrayib nikohimga olaman, uylanaman dedi. Ramiz aka o'g'lini tilab olgan, shundoq joylarda o'qitdi-yu, shundaylarning qo'liga tushib qolganini ko'rib, attang qilgancha bir kechada Toshkentga olib keldi. Gapim gap, Rauf uylanadi. Hamza alam ustida o'ziga xotin qidirayotgan Raufni ko'rib, Nisoni unga to'g'irlatdi. Bilardi. Rauf so'zida turmaydigan ablah. Niso ajrashadi-yu, menga zor bo'ladi. Nikoh bilan eplay olmaydigan ishimni nikohsiz bajaraman. Nikoh o'qitaylik deya u bilan yalinadi hali degan vaj bilan ikkisini birga qildi. Ammo to'y kuni kech qolganini tushundi. Ichida bir joyi qattiq yondi. Ko'zlarini alam bilan yumar ekan, kuyov Rauf emas, o'zi bo'lishini miyasida tasvirlab, chuqur nafas chiqardi. Bir oy zimdan ularni kuzatdi. Har nafasda Rauf va Nisoning bir-biriga bog'lanayotganini ko'rgan Hamza ortiq chiday olmadi. Zinnuraga telefon qilib Toshkentga olib keldi. Hamza soatga qaradi. Soat tungi 8lar atrofida. Kafedan mast holda chiqqancha mashinaga o'tirgan yigit xohlamaygina mashinani yoqdi. Ko'cha tirband, mast holatda tezlikni bosib haydayotgan Hamza oldinga chiqqan Kamazni ko'rmay, to'g'ri borib ichiga kirib ketdi.
"Ering uydami?" Ilyos aka jiyaniga qaradi. "Yo'q, ketgandilar chet elga ish bilan." "Sen menga qara Niso." Ilyos mashinani o'chirib jiyaniga qaradi. "Qiz bola o'ta uydan ketgandan keyin begona bo'ladi deydiganlar bor. Men ularning gapiga tupurib qo'yganman. Yangang g'alati o'tirganingni aytdi. Necha kun yotib qolding, tunading biznikida, ammo chehrang ochilmadi. Agar kuyov bilan muammo bo'lsa, menga ayt. Hal qilaman. Qilolmasang, seni ko'chadan topib olmaganmiz. Otangdan ham qo'rqma. Ajrashasan. Ajrashmay kimdir baraka topgani yo'q. Necha mingta ayollar shu qo'rquv bilan nima bo'lsa bo'lyapti. Seni doim eshigi ochiq uying bor qizim." Niso ta'sirlanib ketdi. Hiqqillab yig'lagancha amakisiga rahmat aytib, uyga kirar ekan, Ilyos negadir ko'ngli bo'lmay, qizni uy oldida qoldirib ketdi. Niso uyga kirar ekan, uy ichidan g'alati ovozlar kela boshladi.